Assalomu alaykum azizalar. Mana har doimgi ta'kidlaganimdek, mahsulotlarimiz Rossiyadan keladi deyman. Bu narsalarni sizlarga ko'rsatib berish uchun hozir bizda Rossiyadan kelgan yangi mahsulotimiz bor. Secret petga chaqirgandik Rossiyadan. Hali O'zbekistonimizda buni secret petga qo'ygan joylar yo'q. O'shaning uchun doimiy bo'lgan mahsulotlarni ko'rsatib borish maqsadida ekanini ko'rsatib beraman. Secret mexanizmli anaqalarimiz kelgan. Rossiya davlatida eksport qildi. Rossiyadan mana qo'yib ko'rishingiz mumkin. Moskva. Средний угловой. Bunlar tegidagi ushlab turadigan oporalar. Mana ko'rib turganingizdek, hammasi Moskvadan kelyapti. Bular ichki o'ziga qo'yiladigan balandlikli krishkalar bor plastmasada. Bular hammasi Rossiyadan chiqqan. Mana ko'rishingiz mumkin.